34 yoshdasiz. Ha. Qaramaydi sizga nigina. Chingiz aka, siz necha yoshdasiz? Men aka endigina 17 ga kirdim. Qutingizni qising aka. Qutingizni qissangiz ha. Lekin aka, bitta gap aytaymi? Nima deb o'ylaysiz, nima deb o'ylamaysiz? Onasini deb siz O'zbekistonga kelishingiz kerak. Mardona rahmat. Kimda uyda yashayman aka? Uyim yo'q, qayerda yashayman men aka? Onasini sizga uy tiqilyapti. Bizga molxonada ham joy bor. Bitta ko'rpachani tuzab yotaverasiz aka. Nima endi sizga to'rxonali molxonangizga, ikki kun qo'yasiz molxonangizga, keyin haydab yuborasiz aka. Voy, mama, ko'tingizga turib ekran sindi. Bu yoqda ishim bor, tinchgina. Yo'q, aka, onasini sizga bu yoqda yibanuti blogerlar ko'payib ketdi. Siz kim bloger bo'lsangiz bor-ku, pizdiz, ana gaplaringiz bor-ku. Bitta gap aytaymi ukajonim, qarang. Men u yoqqa boraman-da, to'g'risi aytganingizdek, bir bijji qilib yonaman, shu bilan bir uchaman, tamom, shu bilan abadiyga uchaman. Yo. Sizda yibanuti fikrlaringiz ko'p aka kallangizda. Uzr so'king ham, yibanuti fikrlar ko'p sizda. Hammasi aqlli fikrlar. Ishoning, miyangizda fikr ko'p. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda bunaqa aqlli odamlar yo'qmi? Mendan 1000 chandon, milliard chandon aqllilar bor. Yo. Jim yurishadi, jalab. Aka, uzr. Qo'yib yuboring aka. Nima qilmoqchiman? Tavbayo. Ya, aka sizda qamamaydi, siz kelsangiz aka. Aka, nima so'kinasiz? Qamamaydi. Men nimadan unaqa qilaman? Uyim yo'q, ukajon. Uyim yo'q, ko'chada yuraman-mi? Bu yoqda xatib ishni qilaman. Bu yoqdan bu yoqda yuribman-da. Aka, yoshman, qo'limdan ish kelyapti, yuribman. Erta qarib qolsam nima bo'ladi bilmayman. Nima ish qilasiz aka u yoqda? Shu mollarga qarayman, qo'ylarga qarayman. Oylik qancha aka? Qorin to'yar aka. Men ham ish yo'qmi demoqchiman-da, men ham ketayin. Men qorin to'ysa bo'ldi, qorin to'yarga yuraman aka men. Menga pul kerak emas. Mayli, men ham qorin to'ysa bo'ldi, qo'ysin ham onasini hamsin. Nolaman ukajonim, nolaman. O'yin bo'lsa, nolagan yo'q. Qara, uka, nolima, ana shu yomon narsa bilasanmi? Sen zo'rladan mendan ham zo'r. Uyi borda, tepasida uyi borda. Noshukrchilik qiladi. Uyi bor, bitta jentrasi bor bu bolani. Noshukrchilik qiladi, bilan. Hamma narsang bo'lsa, senga nima yetmayapti? Nima yetmayapti, ukajon? Nigina yetmayapti? Nigina sen bilan menga emas, uka. Biza ha qilamiz, biza gapirayotgan paytimiz nigina boshqasi bilan gapirayotgan bo'lamiz. Da. Aka. Sen bilan birimizni go'shtimizni yeb yotgan paytimiz nigina restoranda steak yeb o'tirgan bo'la. Yangisi bilan. O'shaning uchun qo'y bu ishlarni. Chingiz aka, qayerdasiz? Hozir qaysi davlatdasiz? Men hozir Tailandga kelganman. Bitta operatsiya qildiraman. Dubayga o'taman. Nima operatsiya qildirasiz? Endi u yo'qni hozir bu yoqda ayta olmayman. Yangilik bo'ladi katta. WhatsAppga kirmoqchimisiz aka? Rekka chiqamiz, короче. WhatsAppga kirmoqchimisiz? WhatsAppga unaqalar kiradi. Bila akalar, Chingiz Qo'toni kestirib WhatsAppga kirmoqchi.
Sizda yo'q. Unaqa gapirganimiz yo'q hali. Nima deyapsiz? Ikkita gol, Sherzod rahmat. Bu bola ham nima qilib bo'lsa ham aktiv qilib ko'tarilib ketaman deb o'ylaydi. Bolajon, kichkina musicha parvoz qilaman deb quyoshga teppaga qarab uchishga harakat qilgan ekan. Pit vertolyotga o'xshab yana pastga tushasan. Devor tagiga yana uchib chiqasan. Yana pit qilib pastga tushasan, yana pit. Bo'lmaydi ukajon. Anlagansan javob. Eshityapsizmi? Nima deysiz? Sizni o'ldiga chiqardi, hamma sizni o'ldi dedi. Eshitdingizmi shu gapni? O'lib bo'lganman o'zi aka. Aka, nima bu ruhingizmi aka? Bu Hasaningizmi, Husaningizmi, nima bu? Ukamsan. Ukamga gap. Chingiz. Tanidingmi meni kimligimni? Tanimading-a? Yoshingda ko'rganman seni. Ko't boshladi. Qara. Yo'q, o'ylay aka. Uka, qara. Kichkina bo'lajayding, nonga chiqarding esingda bo'lsa kerak. Ertalab eshiklarga qaymoq keladi. Non issiq ikkita non tandirda non yopardim. Kichkina bo'lajayding, non berib yubordim. Qo'ldan qaymoq olib uyga ketgan eding. Siz non yopsangiz ko't bo'ladi hamma joy. Siz non yopsangiz hamma joy ko't bo'ladi. Kichkina bo'lajayding. Ko'tingizni qising aka. Non yopardim. Tanimaysan-da uka. Rostdan eslasang, esla. 150 so'mdan non sotardi u payt. 600 so'mdan non sotilishi mumkin, lekin siz sotganingizni bilmayman aka. Siz o'zi tug'ilgan bir O'zbekistonga kelmagansiz, O'zbekistonda yashamagansiz. Faqat gapirasiz. Bolajon gap yo'q. Yosh bolachada bu. Gap yo'q. Bu O'zbekistonga kelmagan bu. Bu deyman, menga bu deyman ukajonim. Uyat bo'ladi. Chingiz O'zbekistonga kelmagan. Non sotganini bilaman, Prosta O'zbekistonda non sotmagan bu. Ukajonim. Bilaman, non sotib, nonlar orqasidan bet chiqardi. Bunday chiqib video olib yurasiz edi, bilaman, ko'rganman. Ukajonim, o'zingni ehtiyot qiling, xo'pmi? Davay. Zizi, assalomu alaykum. Ko'proq kashaya tezroq bo'ying o'sa. Ovqat yedingmi? Obed qildingmi? Yo'q. Faqat tirash qilyapman. Hech kim xafa qilmayaptimi seni? Yo'q. Bo'ldi. Xafa qilsa menga ayt, xo'pmi uka? Bo'pti, jigar o'zingiz ehtiyot qiling.